بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugun hijriy 1435 yilning 16 Rabiul Avval kunidagi Juma namozimizda alhamdulillah ajoyib bir mavlid nishonlanyapti. Bu borada yurtimiz ahli ilmlari orasida, qorilari orasida birinchilardan bo'lib, qaldirg'och ma'nosida, ya'ni bu muhtaram qorilarimiz jam bo'lishib mavlid o'qish, salovat aytishni yo'lga qo'yishib, alhamdulillah bugun bizning masjidimizda bular hammamizga ajoyib bir nashidalarni, salovatlarni chiroyli bir talaffuzlarda, yaxshi bir ohanglarda aytib berdilar. Alloh subhanahu va taolo bu muhtaram qorilarimizni barchalaridan rozi bo'lsin. Ularni kelajagini juda ham bir porloq, barokatli qilib, millatimiz uchun, dinimiz uchun, xalqimiz, vatanimiz uchun doim keng bir manfaatli xodimlardan bo'lmoqlarini, sha'nlari doim baland bo'lib bormoqlarini nasib aylasin. Muhtaram noibimiz Husaynxon qoridomlamiz boshliqlaridagi bu qorilarimiz jamoasiga yaxshi tilaklarni, barokatlarni, kerak bo'lsa omadlarni so'rab qolamiz. Endi biroz mavlid haqida, umuman payg'ambar alayhisolatu vasallamga bizlarning loyiq bir munosabatimiz haqida gapirsak. Alloh subhanahu va taolo u zotni butun olamlarga rahmat qilib yuborganligini xabarini Qur'oni Karimda bergan. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Biz sizni faqat butun olamlarga rahmat qilib yubordik. Arablarga yoki o'sha 7-asr holatiga yoki ba'zi bir xalqlarga deyilmayapti. Yoki o'sha asrga deyilmayapti. Butun olamlarga. Rahmat so'zini ma'nosini yaxshi bilsak kerak. Rahmat birovga yaxshilik qilish, birovga yordam berib yuborish, birovga ikrom ko'rsatish. Masalan, keksa kishi avtobusda keldi, o'rningizdan turib joy bersangiz, shu ham rahmat bo'ladi. Birinchi safda turuvdingiz, keksa odam ikkinchi safga kelib qoldi, birinchi safdagi o'rningizni bo'shatib bersangiz, bu rahmat bo'ladi. Shanqagan odamni sug'orsangiz, bu rahmat bo'ladi. Birovni mushkulini yengil qilsangiz, bu rahmat bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan. Lekin bu kundalik hayotimizda doim uchraydigan kichkina rahmatlar. Endi faraz qiling, bir insonni ko'zini qorachig'i, qalbining mevasi farzandi o'lim arafasida yotibdi. Ota-ona ko'ziga dunyo qorong'i ko'rinib, o'g'lini saqlab qolish yo'lini bilmayapti.
u yoqqa yuguryapti, dod solyapti, o'g'il jon beryapti. Kichkina go'dak farzandi. Shunda qayerdandir bir hoziq tabib keladida malham berib bolani jonlantirsa, u ota-onaga bundan katta yaxshilik, rahmat o'zi bo'lmaydi. U ota-onani hali tabibga minnatdorchiligini tasavvur ham qila olmaysiz. Yoki bir ko'zi ojiz odam ketyapti, 2 qadamdan keyin chuqur bor. Chuqurga tushsa ochiq halokat. Borib yo'lni to'g'rilab qo'ysa, mana bu rahmat. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning rahmati butun olamlarning dunyo va oxiratdagi xataridan qutqarish ma'nosida bo'lgan. Haligi rahmat birovni bolasini bu dunyoda hayotdan qutqarish, masalan hayotini, haligi rahmat bir keksa ko'zi ojiz odamni masalan chuqurdan qutqarish bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rahmatlari butun insoniyatni, qiyomatgacha keladigan odami zotni dunyo va oxiratning xatardan qutqarish edi. Payg'ambarlarning vazifalarini tushunish uchun ulamolarimiz bir misol keltiradilar. Bir guruh talabalar dengizda kemaga chiqishdilar. Birinchi marta chiqishlari ekan, sayr qilmoqchi bo'ldilar. Ularning ruhlari tetik, vaqtlari ko'p edi. Kemachi esa savodsiz, o'qimagan bir odam, sodda, hazil mutoyiba qilishga yaxshi bir hadaf, ya'niki nishon bo'ladigan odam edi. Talabalar unga hazil qilishdi kemachiga. Amaki, ilmingiz bormi deyishdi. U kemachi aytdilarki, azizlarim, men o'qimaganman. Talabalar yana hazil qilgilar kelishdi. Amaki, bu tabiiy fanlarni bilasizmi desa, u haqda tasavvurim yo'q. Yana birlari hazillashdi. Bu matematika, algebralarni yaxshi o'qib qo'ygandirsiz desa, ularni o'qimaganman, u nima o'zi? Yana birlari hazillashdiki, bu jo'grafiyani bilasizmi desa, u odamning ismimi yo joyining nomimi desa, talabalar gurrutib kulib yuboribdi. Yoshingiz nechaga boribdi desa, 40 ga kirib qoldi dedi haligi kemachi. Va ma'yus bo'lib ularning oldida mulzam bo'ldi. Chunki u ilmlardan u bexabar odam edi va o'zining vaqtini poyladi. Birozdan keyin dengizda to'lqin ko'tarildi. Dengiz mavj urib kemani halok qilish arafasi bo'lib qoldi. Talabalar qo'rqib qolishdi. Kemachi endi o'ziga navbat kelganligini bildi va so'radi: "Qani bolalarim, qanday ilmlarni o'qigansizlar?" desa, u talabalar uzundan uzoq ilmlar ro'yxatini aytib berishdi. Keyin kemachi aytdiki, "Bularni o'qisizlar." Haligi talabalar kemachiga so'zda oxirida aytgan edi: "Siz umringizni yarmini zoyi qilibsiz bu ilmlarni o'qimasdan" degan edilar-da. Shunda kemachi aytdiki, "Sizlar shuncha ilmlarni o'qibsizlar, u suzish ilmini ham bilasizlarmi? Hozir bu kemamiz ag'nasa sohilga suzib bora olasizlarmi?" desa, "Bizni o'qimagan yagona ilmimiz shu suzish qolar ekan" deyishdi talabalar. Unda kemachi aytdiki, "Sizlar umrlaringning hammasini zoyi qilibsizlar." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va boshqa o'tgan barcha payg'ambarlarning vazifalari insoniyatni kemasini halokatdan saqlab qolish vazifasida edi, hali kemachiga o'xshab yoki suzish ilmini biladigan odamga o'xshab masalan. Ana shuning uchun biz u zotni o'zimizdan ham ortiq ko'rishimiz kerak. Ota-onamizdan, farzandlarimizdan ortiq yaxshi ko'rmagunimizcha haqiqiy musulmon bo'la olmaymiz. Chunki u zotning bizlarga shafqatlari, muhabbatlari, mehrlari har qanday mehribon otaning farzandiga bo'lgan mehrdan ortiq bo'lgan. Har qanday farzandning ota-onasiga nisbatan mehrdan ortiq bo'lgan. Hamma boshiga balo kelganda o'zini desa, payg'ambar alayhisalom boshlariga o'lim kelganda ham ummatim deganlar. Qiyomat kuni ham ummatim deganlar. Avvalgi o'tgan hamma payg'ambarlar o'zlariga berilgan ijobat duosini qilib qo'yganlar, bajarib qo'yganlar. Lekin Muhammad alayhisalom aytganlarki, "Men o'zimga berilgan ijobat duosini qiyomatga olib qo'ydim, ummatimga shafaat qilish uchun" deganlar. Bundan ortiq mehribonlik bo'ladimi? Endi biz bugungi zamonamizda vaziyatimizdan kelib chiqib, davrimizda holatdan kelib chiqib, payg'ambar alayhisolatu vasallamning tarixlarini, sunnatlarini, siyratlarini o'rganishimiz kerakki, bu millatimiz, yoshlarimiz kelajagimiz yo'ldan adashmasinlar. Bu borada u zotning axloqlaridan namunalar o'rganishimiz kerakki, yoshlarimiz odob doirasidan chiqib ketmasinlar. Va ayniqsa bugun bu narsa muhimdir.
Hozir sizlarning e'tiboringizga qisqagina bir iqtibosni keltirib o'taman. Bu mashhur hadisda vahiyning nozil bo'lish hadisida kelgan. Hazrat Payg'ambar alayhisalom ilk o'sha Hiro g'oridagi vahiyni olganlardan keyin qo'rqib kelib, meni o'rab qo'yinglar deb Xadicha onamizni oldilariga kelganlar. Shunda Xadicha onamiz u kishini qo'rquvlari ketguncha o'rab qo'yganlar. So'ngra payg'ambarimiz faqol li Xadijata va akhbaraha al-khabar, xabarni berdilar, shunaqa bo'ldi. Laqad khashitu ala nafsi, o'zimga bir narsa bo'lmasa deb qo'rqaman dedilar payg'ambar alayhisalom. Hali bexabar, vahiy kelyapti. Faqalat Xadija kalla wallahi ma yuhzika Allahu abadan innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqri ad-dayfa va tu'inu ala nawaibil haqqi. Mana shu gaplari bugun tarbiya uchun o'ta muhimdir. Hazrat Xadija onamiz ishonch bilan, qat'iyat bilan aytdilarki, yo'q aslo, Allohga qasamki, Alloh taolo sizni hech qachon sharmanda qilmaydi. Ishonch bilan aytayaptilar. Nima uchun sharmanda qilmaydi? Chunki siz qarindoshlarga silay rahim qilasiz. Qarindoshlar bilan yaxshi aloqada bo'lasiz. Zaiflarga yordam berasiz. Odamlar qilmagan yaxshiliklarni qilasiz. Odamlarning hayoliga kelmagan yaxshiliklar bo'ladi. Ba'zan bir kimdir shu yaxshilikni qilib qolsa, hamma hayron qoladi. Falonchi shunday yaxshilikni qilibdi-ya. Siz ana shunday odamlarning hayoliga kelmagan yaxshiliklarni qilasiz. Mehmonga ziyofat berasiz va haq yo'lda falokatga uchraganlarga yordam berasiz deb Payg'ambar alayhisolamning mashhur sifatlarini aytganlar. Payg'ambar alayhisolamni Alloh taolo shunday go'zal tarbiya qildiki, payg'ambarlikka shunday tayyorladiki, mana bu axloqlar u zotda payg'ambar bo'lishlaridan oldin ham bor edi. Bu axloqlar doim insonni sharafli qiladigan axloqlar edi. Qaysi axloqlar? Qarindoshlar bilan bordi keldin doim yo'lga qo'yib turish, zaiflarga yordam berish, odamlar qilmagan yaxshiliklarni qilish, mehmonga ziyofat berish va haq yo'lda falokatga uchraganlarga yordam berish. Bu bilan payg'ambar alayhisolamda bu axloqlar borligini bilib olamiz. Ikkinchi biladigan narsamiz esa, kimda mana shu axloqlar bo'lsa, bilsinki Alloh taolo u odamni hech qachon sharmanda qilmas ekan. U odam hech qachon xor bo'lmaydi. Mana shu axloqlarga ega bo'lgan odam, qarindoshlar bilan doim munosabatni yo'lga qo'ygan odam, zaiflarga yordam bergan odam, odamlar qilmagan yaxshiliklarni qiladigan odam, hamma narsasidan voz kechib, masalan, mehmondan hech vaqt erinmaydigan, charchamaydigan, bezor bo'lmaydigan odam va haq yo'lda falokatga uchraganlarga yordam beradigan odam. Bugun bizning yoshlarimiz uchun, farzandlarimiz uchun bu axloqlar nodir narsa bo'lib qoldi. Nodir narsa. Qarindosh urug' bilan bordi kelishga vaqtimiz qayerda? Ilgari odamlarda telefon bo'lmagan, mashina bo'lmagan, lekin vaqtlari bo'lgan. Qarindoshlar bilan bordi keldi qilishga vaqtlari bo'lgan. Bugun bizda telefonimiz bor, mashinamiz bor, vaqtimiz yo'q. Qarindosh urug'larni yilda, oyda bir ko'rishga xohishimiz ham yo'q kerak bo'lsa. Yoki odamlar qilmagan yaxshilikni qilish umuman kuzatilmaydigan narsa bo'lib qoldi. Mehmonga, ayniqsa shaharda sharoit har xil bo'ladi. Hadeva mehmon yaxshi ko'rilavermaydi. Ayniqsa mehmon quruq kelib qolsa bormi? Mehmon chaqirishga xotinimizdan qo'rqib turamiz. Shunaqa holatlar bo'lib turadi. Aslida bu mehmonda izzat qilish Rasulullohning sunnatlari ekan. Bu axloqqa ega bo'lgan odamlarni Alloh taolo hech qachon xor qilmaydi. Endi eng qizig'i haq yo'lda falokatga uchraganlarga yordam berish. Shunday hollar bo'lib qoldiki, ko'chada biron bir falokatga uchragan odam bo'lsa, atrofiga to'planib olib tomosha qilish, telefonga tushirish, qayerdandir mana shu narsa bizni xalqimizga kirib keldi, yoshlarimizga. Qayerda mashina avtohalokatga uchragan bo'lsa, o'tib ketayotganlar to'xtaydi, tushadi mashinasidan. Bir janoza bo'lsa, tushib ko'tarmaydi odam, lekin avariyani ko'rsa, tushadi, borib telefonga olib turadi. U odam yordamga muhtojdir. Yordamga muhtoj bo'lmagan holda ham birovning ayanchli holatini telefonga tushirib maza qilish musulmonchilikka to'g'ri keladimi? Aslo to'g'ri kelmaydi. Mana shu narsalarni tuzatishda bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning go'zal axloqlarigina yordam qiladi. Najot u zotning sunnatlariga ergashish yo'li bilangina bo'ladi.
Bugun shu ma'noda yurtimizda, dunyo islom olamida, jumladan bizning masjidimizda ham rasmiy va ramziy ma'noda Mavlid kitoblari o'qildi. Alloh rahmat qilsin u asarlarni yozgan ulamolarimizdan va ularni bizga chiroyli o'qib berganlardan Alloh rozi bo'lsin va ixlos ila bu joyga hozir bo'lib tinglaganlardan sizlardan Alloh subhanahu va taolo o'zi rozi bo'lib dunyo oxiratda ezgu niyatlarimizga muvaffaq qilsin va mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bu dunyoda loyiq ummat bo'lish sharafiga muyassar va musharraf qilsin. Oxiratda esa u zotning buyuk shafoatlariga noil bo'lishligimizni nasib aylasin. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan qiyomatda ham, oxiratda ham, jannatda ham diydor ko'rish turadigan darajatlarda birga bo'lish baxtini Robb subhanahu va taolo nasib etsin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ya Robbana Karim, taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Bugun qancha salovatlar aytildi. Mavlid nishonlandi. Ya Robbal alamin. Bu salovatlarni mahbub payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning haqlariga, u kishining oila a'zolariga, ashablariga, u kishiga qiyomatgacha yaxshilikda ergashganlarga yetkazgin. Uning evaziga bizlarga rahmatingni yog'dirgin, gunohlarimizni kechirgin. O'zimizni va o'zimizdan iymonda o'tgan azizlarimizni va bizlarning zurriyot ahillarimizni mag'firat qilgin. Zurriyot ahillarimizdan dunyo va oxiratda ko'z quvonchini ato etib, o'zlarimizni taqvodorlarga peshvolardan qilgin. Ya Robbal alamin, notinch dunyomizga tinchlik bergin. Uning qatorida aziz jannat makon yurtimizni tinchini, xotirjamligini barqaror va bardavom qilgin. Xalqimizni maishatini salomat saqla, hidoyatda mustaqim qilgin. Davlatimizni, davlat boshlig'ini va har bir fuqarolarni o'zing salomat saqla, dinimizga quvvat berib, musulmonlarga zafarni yor ayla. Xususan bu jamoatimizni duosi tez qabul bo'ladigan go'zal ittifoqli jamoatlardan bo'lmoqligini ya Robbal alamin nasib etgin. Hammamizni hojatimiz bor. Kimdir bemor, kimdir boshiga mushkul tushgan, kimdir farzand talab, kimdir erini aroq ichishini tashlashini so'rayapti, kimdir yana nimani so'rayapti. Ya Robbal alamin, hojatimiz bor, hammamizni hojatlarimizni o'zing ravon qilgin. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya Allah. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا
حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فنحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونستعين به ونستنصره ونسأله من نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اصطفاه واجتباه ووفقه وهداه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بشر بك الملأ الأعلى قبل ولادتك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من نطق الأنبياء بالبشائر ببعثتك ومولدك. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. أيها الأحبة المسلمون، نعيش في هذه الأوان في نسمات خير، في لطائف محمدية، في ذكرى ولادة أحب الخلق إلى الله تعالى. نعيش في ذكرى ولادة سيد الخلائق سيد العرب والعجم، في ذكرى مولد محمد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. ما أحلاها من ذكرى عظيمة، ما أعظمها من مناسبة كريمة عم بها النور أرجاء المعمورة، ما أعظمها من حدث حول تاريخ الجزيرة العربية من قبائل متناحرة مشتتة يفتك بعضها ببعض، يتباهون بالرذائل والمحرمات، يرفعون لواء الشرك وعبادة الأوثان، حتى صارت مهد العلم النور والإيمان ودولة الأخلاق والعدل والأمان بهدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. هذا النبي العظيم الذي جعله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا وهاجا وقمرا منيرا، كان أميا لا يقرأ المكتوب ولا يكتب شيئا، ومع ذلك كان ذا فصاحة بالغة، ومع ذلك كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. كان ذا نصح تام ورأفة ورحمة، ذا شفقة وإحسان، يواسي الفقراء ويسعى في قضاء حاجة الأرامل والأيتام والمساكين والضعفاء. كان أشد الناس تواضعا، يحب المساكين ويشهد جنائزهم، فما أعظمه من نبي وما أحلاها من صفات. عسانا أن نتجمل بصفات كريمة لنكون على هديه صلى الله عليه وسلم، كما قال ربه يمتدحه بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد شرفت مكة المكرمة وهي خير بقاع الأرض بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بشعر بني هاشم صبيحة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل. وكان مولده صلى الله عليه وسلم في أشرف بيت من بيوتات العرب وأشرف بطن من بطون قريش، وهم بنو هاشم. ولد صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، حيث فقد أباه قبل مولده، وذاق مرارة اليتم من أول يومه. ترفعت عنه المراضع ظنا منهن أن ليس له أب حتى يكافئهن بجزيل العطاء.
فقيض الله له حليمة السعدية فبورك لها فيه. وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فقال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. ولد سيد الخلق فابتهجت الكائنات بمولده. فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله في الأولين والآخرين، وصلوات الله وسلامه عليك عدد ما خلق الله في السماوات والأرضين، فإنك الرحمة المهداة والهداية المعطاة لخلق الله أجمعين. بعثت لتتمم مكارم الأخلاق، حيث خاطبك ربك سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب،
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.